Bulut shahri. Bulut shahridagi Tanju daryosi bo'yida Qaybov atritidagilar shu yerlik bola Xiaochi va uning kunliksimon midosi bilan tanishib qoldi. Xiaochining u zirak chaqi suvda izdiraksizda g'oyib bo'lib ketdi. Bu zodi qandoq ishdi? Chatoq bo'ldi. Boyin yo'g'on yig'iz paydo bo'lib qolgandi. Demak, cho'cho mushi qilib atrofda ekanda. Ha? Cho'cho? Asta, u yiliqi nihoyatda kelishgan mabton qilarliq yigit cho'cho shu. Esimga keldi. U menga sizlar bilan musobaqalashgan degan edi. Kunliksimon midoziga xatar yetmas. Kunliksimon midoza sen savdo qayerda? Bu yoqqa qaranglar, g'alati bu. Tez bo'linglar. Nim bo'ldi? Bu qandaq ishdi? Bayliqlar eqiniga qarshi o'zib ketyapti-ku. Acaba yuqori yaqin tarafda nurg'un yaxshi maktablar bor o'xshamamdi. Sen ishni bilasan-a? Kunliksimon midoz beliq tutganda mushundaq ahvol yuz beradi. Yuringlar, berib qarab boqaylik. Men sana bu kunliksimon midozini kuchaytirib taraqqiy qildirgan desam, sen beliq tutishga ishlatib yetibsan-ku. Boshliqdan xato qilibman. Mening beliqim. Aman yaqin kelma. Yamani kasini qo'yib tashlab bo'ladi-ku. Boshliq, u hamon unutganda qiladi-ku. Çatmaktan tezlikte mahartını körsat! Kalsın mahartını iş kısal! Çıraylık külüksüman midoz bilen kilişken Neptunkar çoğu. Hakikaten pek maskeli dikenmez. Şunu cakalayman hazırda başla sen benim buldun. Boshliq uning pek amroq bo'lib ketdi. Lekin men shundoq olmadi-ku. Kunliksimon midozi bo'lsalar, men beliq yeyishni nazarmisam bo'g'idek. Kunliksimon midozi o yerda ekan. Şunca tezle izlep ketseler-de. Hey! Mening zirak chiqimni qaytirib ber. Sen qaytirib bermaymiz-ku, qandaq? Kunliksimon midoza, tez bu yoqqa kel. Voy, sen meni unutib qoldingmi? Ha? Apla, kunliksimon midozini ular tizginlagan o'xshaydi. Kunliksimon midoza, men Qaybov. O hazır benim gibimni anglaydi. Kunliksimon midoza, ularga darhol zarba bergin. Qanday qilamiz? Bildim, tosh odamni chaqiraylik. Tosh odam, tez bu yoqqa chiq. Oy! Toshdan to'k etmaydi. Sho'ng tosh odam uning
Onun top iqimi bilan zarba berishini qo'rqmaydi. Yaramas nima ekan bu? Yo'g'on egaz magnit kuchaytirish tapanchasi ekan. Nima qilyapsan? Başlayaq. Mao qiyaptın. Alsı bolğanda endisiga maskelendikanman. Onun iniği bormi? Külliksman Meduza. Ne xatarlik. Meduza shohi, u kunliksimon meduzani kuchaytirish orqali o'zgargan. Uning qo'li yiroqqa so'zilib qolmay, chiqargan tok iqimimi burunqidan 10 narsa kuchlik. Yuqori besimli tok yo'li deyishkimi bo'ladi. Qo'rqatamsira. Meduza shoyi, oz qoldi. Bu qatim yuzimni to'kma. Tosh odam ehtiyot qilgin. Tosh odam, sana hech bo'lmagandi. Siyrakchaqlarning qimmatli kitobini izlashga berish uchun avval men cho'choni o'tkazib o'tishinglar kerak. Külliksman Meduza. Biz kichigimizdan birga o'ynab so'ng bo'lgan-jumi? Külüksüman Meduza tez hoşunu yiyik. Ben senin yaşlı dostun Haybo. Haybo geldi. Haybo geldi. Haybo alahide enerjiyasidan foydalanıp Külüksüman Meduza'nın xatirasini asliga keltirib atadi. Ha? 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 O yanıla olan oyunuga ketyapti-ku. Men burunli dedim-ku, Külliksman Meduza mening de. Menda bir xil g'alati tizim paydo bo'lyapti-ku. Yo'q, aniq tez magnetik tizgilash uskunasini ishlatdi. Başlayaq. Bu narsa buzib qolgan o'xshaydi. O kalla, sen onu da kalayımına benim tutum de buzum sende. Hey baba, yine kaptan satranç, ben yanıp gelemem. Külliksman Meduza'nın ahır qaytib keldin. Külüksüman Meduza, biz mağdıgan bulduk. Hayır hoş. Gayret qilgin. Men sana ishinaman. Çok muvaffaqiyat qozona olaysan. Ma'qul. Men o'z tirikchiligim orqali uni texnik kuchlantiraman. Shochi, ondan asan xabar olgin-jumi?
Bibi, buningdan ansirmagan. Kelishsiman Meduza qo'rqinchoqlardan emas.